Diqqat! Endi fuqarolarga davlat tomonidan gaz va svet puli to'lab beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 1-may kunidan O'zbekiston bo'ylab ehtiyojmand oilalarga gaz va elektr energiyasi uchun yil davomida kompensatsiya to'lash amaliyoti yo'lga qo'yildi. Endilikda kompensatsiya faqat qish mavsumi noyabr-fevralda emas, har oyda to'lab beriladi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi xabar berdi. Ehtiyojmand oilalar uchun 1-iyundan boshlab ariza topshirish boshlangan. Kompensatsiyalar quyidagi toifalarga mansub oilalarga beriladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar. Bunda oila a'zolariga to'g'ri keladigan oylik daromad 669 ming so'mdan kam bo'lishi lozim. Shuningdek, ikki reyestrga ham kirmagan, ammo mol-mulki kam va oylik daromadi har bir a'zoga 1 million so'mdan kam bo'lgan oilalarga ham ushbu yordamdan foydalana oladi. 2024-2025 yilgi isitish mavsumi uchun umumiy kam ta'minlangan oilalarga 313,6 milliard so'm yordam berilgan bo'lsa, endilikda bu tizim yanada kengaytirilib, 2025-yilda umumiy hisobda 1,330 milliard so'm miqdorida kompensatsiya ajratilishi rejalashtirilgan. Arizalar Inson ijtimoiy xizmatlari markazi, mahalladagi ijtimoiy xodim va 1140 telefon raqami orqali qabul qilinadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.